Rossiyadan O'zbekistonga o'qishni ko'chirib o'tish. Har yili 5-iyuldan 5-avgustgacha O'zbekistonga period qilish uchun ba'zan sanalar sal o'zgarib turadi. Ariza topshirish mavsumi boshlanadi. Siz birinchi kurs tugatdingiz deylik, mayli bitta ikkita fanlaringiz yopilmay ham qoldi. Dekanatdan spravka o perioде обучения deyiladi. Ya'ni o'qigan davringiz haqida spravka olasiz. Ma'lumotnoma qaysi fanlarni yopgan, qaysi fanlarni yopolmaganligi haqida shu yerda ma'lumotlar bo'ladi. O'sha spravkani siz elektron tarzda yuborasiz. O'zbekistonga borish shart emas. Ariza topshirganingizdan keyin sizga imtihon kuni belgilanadi. Imtihonda necha ball yig'ishingizga qarab, siz agar Rossiyada budjet o'qisangiz, O'zbekistonga ham budjet bu period bo'lishi mumkin, yoki O'zbekistonga shunchaki kontrakt bu period bo'lishi mumkin, yoki super kontraktga ilinib qolishingiz mumkin. Bu yerda endi hammasi necha ball to'plashingizga bog'liq. Ba'zi holatlarda agar uzrli sabab bo'ladigan bo'lsa, unda qishda ham period mavsumi ochiladi va siz o'qishingizni qishda ham O'zbekistonga period olib ketsangiz bo'ladi. Va bu yerda bitta narsa inobatga olish kerak. Birinchi kurs tugatgandan keyin emas, ikkinchi tugatganingizdan keyin ham, uchinchi tugatganingizdan keyin ham, to'rtinchi kurs tugatganingizdan keyin ham ko'chirib o'tishga imkoniyat bo'ladi. Bu yerda hech qanday cheklovlar yo'q.